Bugun menimcha ko'rmanlar agar Musanni ko'rganda ekan cho'qim hayron qoldi deyman. Nimishqa bu riyosatchi tuyuqsiz almishib qolgan deb. Amliyatda programda riyosatchilarni almishib turdi. Almishib turdi. Nim bo'pti men chiqsam? Cho'qim mustahkam chiqish kerakmi? Shu gap emas. Men bekorga chiqaman degan tursam. Mamamda azraq men bilan yosh quram tara qildi. Shu saqtamchi yoshga cho'ngib qoldi. O'zim meni cho'g'anchada hamda pensiya ishi to'shqanda ekan. Pensiya ishida o'tib ketdi aka. 3 navr so'm ekan. Ashunda shu navrisi. Lekin yaxshi to'g'ana. Yaxshi, bak boyan bak yaxshi qildi. Ro'qibdi deb oldim juma. Koreyaga bag'alib Amsa aka bugungi mehmon turdi. Bugun rapchini chaqagan tuqchi aka rapchi. Sho'chang shunami? Sho'chang hip hop. Undan oldin qilib plandagilar emaskanda. Okay. Qarshilavasak. Qanday avval yaxshimisiz? Bizim yaxshimi? Nijatkamsiz o'zingiz boshlab ketamsiz? Bizniki bo'ldi. Ko'rma do'stlar ko'rayotganinglar. Uchirish programmasi men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. Balki nurg'un ko'rmalarimiz ham deganda hayron bo'lgan bo'lishi mumkin. Albatta programmamizning xosligi faqat bizning mehmonlarimizning o'zgarishi emas, balki riyosatchilarning ham oz-to'la bir yangilik yaratib o'zgarish hosil qilishida. Bundan boshqa bugun biz shu programmamizga Qashqardan kelgan superstar dangliq bir bizniki rapchimizni taklif qildik. Gap beramsiz bu ko'rganda yaxshi turdingmi? Odatda bizning bu mehmonimiz odatda gap qilgan chog'da shu rapcha gap ahonimi rap kisab turib so'zlayoladi. Qanday shunaqa bir salom beradi. Yaxshi turdinglarmi? Nijat Vali Yaqub. Sizlar ko'rib nayt xush bo'ldi. Odatda men nasibda vaqtimlarda to'rt yozib ko'rdinglar. Farqim deb nomim bor. Men gitme. Men gap beramiz ojizroq. Aka boshroqdan anglamaydi. Men naqshamni Nijat Vali Yaqub men berib ketdim. Aka. Naqshamni anglagan naqsh ketdi. Ey isib. Oy bu naqshlarim xili iliq turdi ha. Millicha rapmi bu? Ovoz! Kechira. Katta chiqgan maroq ha. Yüzümni burma, so'zimni bo'lma, yuzingni burma, so'zimni bo'lma. Gözlerin yandırdı beni, lav. Sözlerin yandırdı beni, lav. Hem de asla bakanlık hakkı közeyle bu nestirine. Şerik geldi bazıya. Bundan sonra növende biz varlık görmen dostlar bilen birlikte bizim bu çolkunumuzdan kim ikeligini birlikte görmek ayrıkını riyasetçi Nijat Vali Yaqub'dan ki teklifi bilen Sahnemizde bizim ataklık rapçimiz, dapçımız, gepçimiz. Aval. Bir qalay mı kaçırdık? Yok özü bulamaz. Özü bulamazlıktan mı artık qiynalishimiz kerak deb o'yladim. Dunyodagi eng rahat ish o'z o'p yashash. O'z o'p yashash ekan. Bizni shuningga ba'zi vaqtida uni qil, buni qilsa qiziqchilik sababidan qilib qo'ymas. Lekin bu bizning kasbimiz emas. Buni san'at degan zot biz qamlashtirib olmaymiz. San'at men aytmayman degan san'at deydi ekan. To'g'ri. Baytin hamda mayli qamlashmasin, o'sha bizning uchirish programmasini ko'rayotgan do'stlarimizga azroq bo'lsin bir boshqacha bir xo'shalik olib kelaylik deb qo'ydi. Lekin hamda bu yerda Baytin naqshini anglab bildingmi Nijat? Kimning aytganligini? Bu iniq sen emas. Emas, lekin emas, lekin ajoyib bu yersini ko'rib. Ashirni saytmaganda qilsa. Mardan Oblikin. Mardan ovoz tusiga o'xshab. Ovoz tusi mushishu asli Mardanga to'g'ri. Mardanning ovoz o'xshab qoldi, hech kim. Men ham o'xshab qoldim. Lekin rost payz chiqdi. Endi
kiriştirish uchun yaxshi ishlaydi Merdan hamdijo. Biz azatda programmamizda 3 minut atrofida maqtayli. Sadoqash Merdan tug'ilib shu san'at oilasida san'atga o'tdak ishtiyoq bog'lab o'sib ketilish jarayonida ustozlarning yaxshi yetaklashi, uningdan boshqa oila a'zolarining san'at jihatdan kasbiy tarbiyalashi bilan hozir xalqimiz yaxshi ko'rayotgan, talantli bizniki nihoyatda yaxshi bo'lgan san'atkorlarimiz qatoridan o'rin olyotdi. Unda qolsa mishaga nazarab bir chavak berdi. Chavak beramiz ha? Ha, Merdan o'zining o'tida bizning shu programmamizga kirishtirish jarayonida shu oqisab xizmati bo'libmi? Kirishtirish xizmati bir programmaning jon tumuri deb aytdim. Shunda bu girimchi bizning bo'lmagan yerlarimizda eng ustulik bilan bo'lgan holatga chiqardi-ku bu. Shuningdek biz Merdan bo'lgan tabrik so'zlarimizni, muhabbatlik so'zlarimizni, qoyil bo'lish istigimizni to'ldirgan vaqtimizda Merdan bizni texnik shu ekan balki mazroq ko'ngilni yarim qilib qo'yish mumkin aka. Bizim shu program ko'rinishga ilinishdan ilgari ham o'tkir bilan deyishdik. Nima deyishdilar? Programlar riyosachilikka o'zgarish olib qoldi. Shu moliya aslida ayrim deyishgan gapni shu. Nima desiz? Men qilamaptiman. Men dedim, hozir bozor qabitindan keskin bo'layotgan orasida men zot chiqqan haqsiz chiqaman dedim-ku. Manda bir mening haqsiz chiqayotganimni bilmabsan degan. Sen pul berib chiqib ketdingiz. Ma'naviyat kashkorlik etdi. Sen haq to'lab chiqib ketdingiz. Ay, nijat ish qilib. Fukan men sendan hech nimani olmayman-ku. Biz o'zaro qo'llashuvlar o'timiz-ku Fukan. Shundami? Sanga o'xshash mushtaq istidodli, eng sifatli, eng natijali bo'lib, mush riyosatchilik sohasida hammamiz bilamiz, ekran oldidagi do'stlarimiz ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Nijat o'ziga xos bo'lgan uslub bilan hozirgacha mush sahnalarimizda mayl qaysi xil uslub sahnalar, qandoq bir sahnalar bo'lishdan qat'iy nazar, Nijat o'zining so'zmanligi bilan, naq maydon kayfiyat bilan shu so'rinniki ko'rmanlarimizniki buni yaqin oraliqda ko'rgandiki hissiyot bilan buni almashtirish, ya'ni tomoshabin riyosatchi o'tirsidagi ma'vo nim deymiz uni? Abdulla akam chiqib birisi maqtagancha beshon tuvan sapto degan namishda. Tuvanga sapto turay. Program tushayli deb o'zlaramdi. O'zlaramni qanday vaqtda o'ylayman. Men de olay ayarim kelgan vaqtda. Demek Nijatqa bu ekran oldidagi do'stlarimizning hammasi qoyil. Ishchidan sirtig'ichi bo'lgan oraliqda haqiqatan biz Nijatqa qoyil bo'lmay tura olmaymiz. Men Nijatni bunday sifatligim keldi. Mush riyosatchilik sahnasidagi hozir mushu mayli yoshlarimiz bo'lsin, mayli bizning ustoz riyosatchilarimiz bo'lsin, hammasi qoyil bo'layotgan, ugunayotgan, ham bir cho'lpan atalgan riyosatchilik sahnasidagi cho'lpan. Nijatqa biz qo'l qo'ymay tura olmaymiz. Rahmat. Albatta xaridoring bo'lmasa zibolig'ingga kerak dedi. Sevgili sep hozir qisida yerimizga men maqtayapman. Fukam mashina edigach bizga bir zapa bo'stamlab bir siqpasidigan qilib sho'rb sap qo'yamiz ya. Sep maqtashanlar. Bugun güzel bir yig'ilish oldi. Uchirish programmasini izchil ko'rib kelyapman. Bir programmaga jon beradigan ayt muhim shaxs riyosatchi-ku. Shunga men ishkirda safarda bo'layotgan vaqtimda Sahkamga telefon qildim, aka programmani ko'rdim. Bak yaxshi chiqdi. Desam rost yardimovkam yargan bo'z qo'shildik dedi demak. Haqiqatan Sahkam degandek shu bir-birimizga ozuq berib, bir-birimizning go'zal taraflarimizdan, yaxshi taraflarimizdan, ortiqchiliklarımizdan huzurlanib yashasak, amaliyotda bu dunyoda nihoyatda cho'ng bir vaqtni his qilib o'timiz. To'g'ri. Shunlashqa Sahkamni albatta men o'zining oldidimi deyman, yo'q yerlardimi deyman. Mayli izchil turda ishlagan o'ziniki ilgariki Urumchi televiziya stansiyasidagi xizmati bo'lsin va yoki boshqa programmalarda ustiga olgan riyosatchilik vazifalarida bo'lsin, men ustoz yo'lliq. Chunki Sahkam biz oliy maktablarda o'qiyotgan vaqtimizda ham sahnalarimizda chaqnashga boshlagan. Hamda meni cho'g'an chaqda bir riyosatchi balkim diktor bo'la olishi mumkin mening o'zimning qarashimda. Lekin diktorlarning riyosatchilik qilishida yana azroq ba'zi bir shart-sharoitlarni hozirlash to'g'ri keldi. Sahkam o'zi riyosatchilikdan aytib pishqan yaxshi bir bizning ustozimiz, yetakchimiz bo'lganligi uchun diktorlik kasbidimi muayyan natijalarni qo'lga keltirgan. Hamda yana qaytadan riyosatchilik kasbiga albatta riyosatchi, ozuqshunos, korxonachi, korxona maslahatchisi, yaxshi dodo, munavvar yaxshi farzand, yaxshi do'st. Siz maqtayamaysiz. Bo'ldi, maqtashsa kimning bo'lishi uchun maqtandi. Demak, bugun yaxshi bir fursatda uchrashdik. Albatta ham chaqchaq qilib men programmani riyosat
ko'rsatsa bo'ldim desam, balkim sen nurg'un mastanlarni tillab ketgan bo'lsa, telefonni chiqibdimi deb, "Ha, siz chiqimiz ko'maymiz" voy, toza bo'lmasa chiqsa bo'lmaydi. Necha tushyapti-ku, buningga deb ketganlar bo'lish mumkin. Lekin biz mayli nijat bo'lsin, mayli qaysimiz bo'laylik, mush riyosatchilik sahnasidagi har bir riyosatchining o'zi xos o'rni bor, ham o'zi xos roli bor. Ular o'z navbatida o'zining kasbini suyib, natija chiqaryapti-da, hammasining o'ziga tushliq tushadigan programma shunda buncha. Mencha o'tkir bu programni yaxshi ko'rgan yerim, nurg'un programmalarda biz yoki san'atni asos qilamiz deymiz, yoki bir odamning kasbiy hayotini asos qilamiz, yoki ma'lum bir tema haqida mungdushimizda bir cheklimalik bo'lib qoldi. Balkim bizning ko'rmalarimiz-mo nayt erkin ozodlikni arzulaydigan, turadigan hammamiz texmo güzel bir davranda nayt rahat yashashni texmo bak arzu qilamiz. Shunday ahvolda bu uchrashish xuddi bizning bir choyxonaga kirib choy ichkash mundashqinimizga yoki mening sohamni uyga berib yangam yetib bergan lag'manga yig'izlakash o'tirib mentangdan bir piyola o'tlib mundashqinimizga yoki o'tkir bilan uyimizning ostidagi oshxonada bir piyola choy o'tlagash mundashqinimizga o'xshash bir ko'ngilli bir programga. Unda bugungi uchrashishni biz qanday temalar qilib o'ldasam mundaq qilaylik. Qaranglar bak, Chiq qaranglar bor. O'zmaydigan sizlar aylanib. Men mush nijatkamni uchirishga chaqirma deb 5 ketim telefon qilsam, 5 ketim u yerda sayohatdilar. Sayohatda uyga o'xshaydi. Sayohat qilish odamni nihoyatda bir aram baxsh tuyg'uga ega qiladi. Eng muhimi nazar doiramizni kengaytiradi. O'zimizdagi taraqqiyot va o'zimizdagi ba'zi kamchilik nuqsonlar bilan kishilar orasidagi farqlarni his qildirishga bir fursat yaratib berdi. Men har qitim shu aeroplanning ko'tarilgan vaqtini intayin yaxshi ko'raman. Demishqa degan chaqda ba'zi biz Shinjongning nihoyatda cho'ng deymiz, amaliyot bak kichikchu. O'tgan bir sanda Mo'minjon akamning ziyoratida sen so'zlaganda bir gapini bak yaxshi ko'rdim. O'sha cho'lponlar to'g'risida. Mayli gap so'z bo'lsin va bakchiq birdamda har xil og'ir po'st uylab bo'pti degan xabar. To'g'ri. Gap bo'pti degan bu. Shu aeroplan ko'tarilgan vaqtida mush amaliyotda Urumchi degan olqinchilik yaka. No qarsoq chiroqdilam, yo'riq chiroq faqat olqinimizchilikli keladi. Mushinchilik yerda yashaydi ekanmiz, o'zimizni xuddi ajoyib cho'ng ishlarni qilib yetib bo'lgandek va yoki hammadan xabardordek ajoyib oliyjanob kattis qilib turib oldik ekanmiz. Shuningdek jahon ko'rish amaliyotda bizning nurg'un vaqtlarda ba'zi narsalarga nisbatan o'zimizga taalluq bo'lmagan narsalarni nihoyatda isillik bilan qo'yib qo'yishimizga va yoki ba'zi bir ayrilishlarga nisbatan nihoyat sovuqqonlik bilan muomala qilishimizga va yoki ba'zi so'z cho'chaklarga va yoki ba'zi qiyinchiliklarga va yoki o'zimiz yo'liqayotgan masalalarga to'g'ri muomala bilan qarashimizga nisbatan safar orqali o'zimizni bir oromlantirish va aqlimizni qaytadan bir realisga kirgizish nihoyat yaxshi bir tanlash deb o'ylayman. Shuningdek men o'zim haqiqatan sayohatni yaxshi ko'raman. Sayohatga berishimdagi sabab sen uyim bor deb. Nimishqa deganda ishkirmasam ba'zi cho'lponlar chatallarni aralashtirib ko'rdik shunday. Lekin men o'ylayman amaliyot o'zimizning elimizda nihoyat go'zal joylar bor. Masalan, Sanyadaymiz, Lijandaymiz va yoki agar taraqqiy qilgan joylar bormasa, Beijing, Shanxay, Guangzhou, ular hammasi ham elimizning ajoyib katta taraqqiyotidan o'zlarini olamiz. Ham nihoyat go'zal manzargohlar bor. Faqat o'zimizningki sharoitimiz yor bersalam, shu yerda bir qancha mazgil turib oramab kelsak, tamoman bo'ladi. Buning ustiga hozir ishkiri o'lkalarda Shinjongga kelgan sayohatchilarni intayin qarshi oladi. Shunaqa ahvolda amaliyotda bizning o'zimizning vatanimizning go'zal joylarini ko'rib qonmidik, ko'rib tugitib bulanmidik. Shu fursat bo'lsa bir Lijanga berib kelsak bo'ladi. Ashta qilaylik. Men amroq mashinamniki ayrdurumga deymi yoki? Voy, unda qilsa bo'ladi. Shu amroq mashinam o'z navbatida shu mashin mulozimatidan boshqami? Agar vaqt soati kelib qolsa sayohatdimi? Rasmiy qilma. Menda gap. Sayohatga berib qolsak, agar mashin bilan ketamiz deb o'zimizning mashinasini aydimay, xo'sh, hurmatli sayohatchi do'stlar, biz Dashimonga keldik. Sizlarni ko'rayotganlar Urumchi shahrining avval trassalarini bir vaqt Dongshanmiya bu ya. Dongshan yo'li. Biz hozir oldimizda Udul Mansoq Shinxua janubiy shimoliy yo'lga qarab maqamiz. Bu yerda bizniki Sodi saroy, undan boshqa yemak-ichmak qatorliqlarni taraqqiy qilgan bo'lib, undan boshqa bizning bu yerda shu maxsus mushay naqsh etadigan naqshimiz Saq Sulayman Ko'chko'ylarda sizlarga. Hozir men Ko'chko'ylarda mana biz Dashimonga kelgan vaqtimizda biz og'zimizni yo'g'on ichib turib, mush yo'g'on eshikda biz Nijatning ovozini unlikda olaymiz. Nijat
Veli Yaqub, Nijat Veli Yaqub, Nijat Veli Yaqub deymiz. Nijatniki shu chatma naqshlari shu Dashimin ko'chalarida yangraydi. Men tayyor qilsam, siz nimani bilasiz aka? Bilib qoldingizmi? Nijat o'zini o'tgan bir yaxshi naqshchi joma. Ko'rman do'stlar, anglanglar. Katta. Katta. Buna qilaydi. Aslan naqshchi emas bu ham degandek biz riyosatchi, lekin biz san'atni suyamiz, san'atkorlarning hurmatini qilishni bilamiz. Balkim uydagi xo'shal vaqtlarimizda, mashinadagi kayfiyatimiz chog'i vaqtlarda ancha-muncha o'zimiz yaxshi ko'radigan naqshchilarning naqshlarini g'ingshib qo'yamiz-ku. Bu amaliyotda muhabbatli yashashning bir ifodasi deb o'ylayman. Shuningdek, Urumchi naqshlari deb atilib, bizning ota-onalarimizning yoshlik vaqtlarida hamroh bo'lgan go'zal melodiyalar, ayni vaqtida Aziz Mahmud Rashid, Davudgul Baramut qatorliq bir yurish bizning cho'lpon naqshlarimizning ijrosida xalqimizga sunilgan. To'g'ri, to'g'ri. Endi shu naqshlarni o'zimni anglayman deb aytib qo'ygan. Bugun do'stlarimizdan partisidan azroq bir huzurlaylik. Isel, Uytaymiz ha? Okey. Bilalamdimi? Ben gitsem fukama şu. Bana turib kelsak pek tez oldu. Solga burib turgan Yig'inchiroq rahmat. Qadar? Bo'ldi ya? Okey. Bakırdım güller üzdüm doldur bilagimge Şiutini saldı büydürüp şüregimge Asmandaki ayın sen kömülümdeki yar Veslin izlep bu yürek buldu karman Uzak koynunga al bağri kavakni Teşna yürek senden küter Obdan cevapni Silek. Mantap inler bana kanala. Mana naqshlarimiz pek yaxshi ko'raman. Yar bilan isam şarap, sem şarap Bir piyale tolmadı Aldırap bergen kömülüm canıma Etvari bolmadı canıma Aldırap bergen kömülüm canıma Etvari bolmadı canıma Tansı pek tez girdik ya. Abadan sen ya da maqsad ushunga tansı ödedi. Ben yangrat bu avamat deganda telefonni tutib keldim. Tik 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 shirab shirma. Vals deganda o'ynab bular. Gül gunca çimen gunca Gülzarda tümen gunca Gunca günler okşamdı Bizning yari ben şunca Can Bizning yari ben şunca Gunca günler okşamdı Bizning yari ben şunca Can Bizning yari ben şunca Ey rahmat. Kaydını koşurup bandı. Taze bir tanıştırıp ötey. Meksika Sanat Konfederasyonu birinchilar chiqardi. Uganda, Madagaskar, Efiopiya, Janubiy Sudan, Nepal qatorli joylarda naqsh etib yerlik qabilalarning birdek e'tirof qilishiga erishgan. Bundan boshqa o'zlarining qosh usuli, tosh usuli, bosh usuli degan bir usullari bor. Shularni men bir bozorga bir tovarlashtirib o'tsam, shuning bilan Şinjan'daki müşe sanat pazarını hep bulmaya da buyurdum. Pek doğru oylapsız aka. Ey Nicat, qara mana o'tkir. Nijatning so'zini anglasa. Buning mana hozirgi kayfiyatimizni, mashina uchirishimizdagi hozirgi aytayotgan kayfiyat so'zlari o'ylab baqasan. Mush naq yurakli borda hozir biz charchadik. Masalan, har xil obyektiv subjekt baytin dedik. Sabablar tufaylidan biz charchagan vaqtimizda nurg'ulg'an bizning anglag'ishlarimiz, ko'rmalarimiz bizga mush programmani ko'rgan ekan. Bak bizga erkin ozodlik berdik. Bir xil harg'onligimiz mush programmani ko'rsakmi? Chiqib
ketdik çünkü sizlardagi shu erkinlik, sizlardagi tabiiylik bizni tabiiy holatda shu programmaga boshlab kirdik dedi. Bu mundaq tuyg'uchi aka, xuddi bizlarga ba'zida o'ljiq basak, eli chaqchaqchilarning yumorlarini anglab, kulib, dumlab ketamiz. Shunda qo'shiblik atsi hech qaysini esimizga olmaymiz. Bir yumor esim. Sizlar mana shunda bo'lasiz. Birsi esimizni qolmaydi. Haqli kulgini qarab kelamiz. Demak, ba'zi vaqtida bizning orzu qilganimiz qandaqdir bir maqsadga yetish emas. Balki shu qitimli uchirish orqali bir xushallik deb. To'g'ri. Menimcha asli bu programning uchirish deganning oldiga shu xushallik yoki bir rahatlik uchirishi deb qo'shib qo'ysak texmi yaxshi bo'lar ekan. Huzurlik uchirish. Chunki haqiqatan intayin bir aram baxsh bir tuyg'uda mongdishyapmiz. Qandaq bo'lib bu programmani ilishni o'ylab qoldinglar akasizlar? Qanday bo'lib sariyasatchilik qilib qoldinglar degina bo'ldi. Qanday suolim so'ra, men tursam, men qon besimim o'rlayapti ukam. Mana shu avatan shu chiqiraq kechib yetdi. Mana besim qisyapti. Mana ishi nimda isib ketib o'tkir bu amroq mashinam qanday mashina bersan, ha? Amroq mashinani berdi, ma mashina shu Kuntiyo yo'q. Kelishga odamlarni hozir aytibdim aka. Ma ishi turpaning 40-50 selsiya revmatizm bor. Bekchibas ushqimizlaydi. Tashqi pitatchi uxlamayotdi ma bola. Ondan keyin to'gimiydi, maylab bermasak bu bola tarafdan qirib bo'lmaydi. Qarasanglar oq, sovuqchamchi bu bola. Shunga Qo'tiyonni pek yaxshi ko'rib ketmaydi. Endi aytibdim. O'sha endi hozirma qizilchiroq to'xtadimi? Bu savolga o'tkir javob bersin endi. Sizlar qanday qilib o'tkirmi shu programmani yurgizib qoldinglar? Bu gapni endi rastdan demasak bo'lmaydi-da, bir eg'iz gapga yedim chaqirsak bu pul tepish. Chaqchaq ham. Lekin pulni yaxshi tepish. Ya pulning hammasini topimizmi istehkomga beramiz shuni bilan. Faqat men bu gapni men chaqchaq qilganmi bo'ldim, lekin chaqchaqning yarmi rostchu. Biz mana riyosatchilik haqqi, undan boshqa ba'zi hamkorlar, qulim qo'shnidochilar, undan boshqa alohida aka inilar. Qulim sog' meni. Biz o'zimiz deyishib ketalaymiz ukam. Bu narsalarni menimcha men akang yashashib qoldi. Men pensiya chiqaman. Qazab qayda chiqmadi shu akam programmani shu. Men qo'shnidochilik bo'lib qoldi turdi. Ayın birkaç öyle bağımken şu tarafta ötkör silahın malda. Tüydeyim aka. Yeni dilam alsam demem. Maşın doktordan sklatımda yine bir dişa çöpü varken. Bayağı oturdu. Qarab aç binan setib olman. İsil. Adam nemini arzu qilsa shunga erishishga loyiqchi. Rost. Qilib biz her vaqt güzel bo'lishi kerak. Niyatimiz güzel, ham to'g'ri. Arzu arman bilan yashash kerak ekan. Shu nishonliq, shundami? Ba'zilar bir kunim o'si bo'ldi shu deydi. Ne onun da arzu, ne onun da istek yok. Ama biz çokum özümüzden aldığımız bir plan boyunca ilgirliğe vaktimizde şu planı yutiş için bolsun tirişimizke planın hemsini orunda bulamsak mı şunun yerini yıkılış etmizken. 1 milyon pul tapıma diyelim bana bir yıl oldu çok. Bu yıllarda iş kılıp 20 bin bolsun mu tapıma da program tügüsü hem de 1 milyon mu eşip kaldı ha? Oy oba. Ben dedim Fuka. Biz hamkarlaşalım. Qaranica, ma programdan chiqandim boshlab hozir. Ko'mingsi. Tajdarlikni Aldıqallar men bevosita izlaydi. Men bevosita izlaydi. Sen davomli sen o'z shirkatning aloqalarini qilsang bo'ldi programma. Riyosatchilikni qilsan qilamsa. Endi ishkanlar qapilib Ne keldi hozir men tushirib men bir mehmonni chaqiray bo'ldi. Degan shunda stakandan qahva olib ketgan bo'lsa. Qahva? Biz bakan qo'yib o'tkiraylik. Mayada bir qahva bor hamda lekin bu yerimdan azroq qapti buni. To'xtasizlar, arma programma vallahi to'liq stakanda berisizlar. Biz o'sha aziz mehmonlar bilan suhbatimiz tugagandan keyin uni u yoqni qahva ichib to'g'ri. Rahmat. O'zim bilmayman-da. Amroq mashinamdan o'zini o'tadigan qahvaxonasi bor. Amroq mashinamning obraz vakiliga o'xshamamsizlar. O'shuni o'ylashyapmiz qarang. Ya shuning obraz vakil bo'lmoqchimi ya? Mush sanni cho'qim ko'sini ashlamay azroq bir maqtay. Ya shunda jiq gaplarni tayyorlab qilma deb chiqqan odamdim, lekin ikki ustozdan oldida hamdi. Ajoyib. Bu nasıl ötkürüge biz tətur sanaq 10 vaqt verimiz ha. 10. Yo'q, savol so'rayapsan, qaysi savol desa kerak. 10.
kitap o'qishni bek yoqtirdi deb anladım diyecektim. Hem de şu sayatmamı yoqtirmadingiz, kitap o'qishni yoqtirmadingiz, hem kitap o'qish to'g'riliq yana bir fayzi yoqib bersiz. Kitap o'qishni rost yaxshi ko'raman, lekin yaqinqi bir mezgillarda maxsus o'zim tinchlanib o'tirib kitap o'qishga jiq vaqt ajratolmadim. Ammo bizda o'rtaq bir xizmat bor, ham Saqam ilgari Malik Bektor taxallusi bilan Markaz xalq radio stansiyasining uzilmas melodiya programmasida uzun yil riyosatchilik xizmatini o'tadi. Shu vaqtdan bulan nurg'un kitob o'qib o'tgancha. Shunga o'xshash shaxsan o'zimizning qilayotgan xizmatimizda, masalan, men stansiyada ishlayotgan vaqtlarimda masalan o'qiydigan Janeynikida biz bir son program uchun 30 bet maqol o'qiymiz. Undan boshqa o'zimizniki masalan Jungo'ga nazar programmamiz bor. Undan boshqa adabiyot programmasida men Balzacning bir qism romanlarini angluvchilarga o'qib bergan bo'ldim. Undan boshqa ataqliq diktorimiz aktyor Niping muallimninki mo'misini aslab yozgan Lolo Yulo degan bir asrlik Durdanilar nomli xat yerisini angluvchilarga bir ayga yaqin vaqt o'qib bergan bo'ldim. Mana mushlarning hammasi amaliyotda bizga nisbatan studiyada tinchlanib o'tirib, to'g'ri, o'zimiz o'qish bilan birga boshqalarga o'qib berish bir fursati. Shuningdek, kitob o'qish haqiqatan bizni ajoyib bir yengillikka, ozodlik, rohatlikka ega qiladi. Men ikki ishni do'stlarga tavsiya qilaman. Hamda chunki hayotda har vaqtimizning xushal-xo'ramlik ichida o'tishi notayin. Biz mayli qandoqla yaxshi yashashga intilgan bo'lishimizdan qat'iy nazar, turmushimizda biz kutilmagan ba'zi bir dishvorchiliklarga, ko'ngilsizliklarga, ko'ngil og'riqlarga uchrab turamiz. Mana shuningdek vaqtlarda biz boshqalarning bizga hamroh bo'lishini orzu qilamiz, lekin kim zodi mening hozirgi pig'onimni yoki hozirgi asirtimni tushundi deb balkim eng yaqin do'stlarimizning ichidami chaqirishga o'ylanib qolgan ahvollarimiz bo'lishi mumkin. Mushundaq vaqtida ikki ish bizga rohatlik ato qiladi. Birsi o'z yaxshi ko'radigan stakanida yaxshi bir stakan choy damlab o'tirib, yaxshi bir kitobga ko'z yugurtish. Yana birsi yaxshi bir kinoni ko'rish. Nimishqa degan chaqda amaliyotda kinomi kitobdan ilingan ssenariydan ilingan voqealikcha. Bu Nijatjoy ishqilib o'tkir. Buni ta'riflasak bizning mushu ta'riflaydigan sifat so'zlarimiz uchun ozliq qildi buningcha. Bu o'z navbatida yana baytin degan shu yaxshi ko'rishlardan boshqa tomoq etishni shunchalik yaxshi ko'rdi bu. Balkim bizniki mushu Nijatniki videolar taqalgandan keyin nurg'ulgan ko'rmalarimiz ko'rgan bo'lishinglar mumkin. O'zi ajoyib bir o'zgacha bo'lgan tomoqlarni yetishni bek yaxshi ko'rdi. Ham uni tizish, quyish shakllardan tortib, buni bir kasbiy ustammido deb qolmas Nijatni ko'rmsak-ku. Bugun ben mehmon bo'lgan program bo'lganlik uchun men maqtalyapman bu yerda. Yo'q, amaliyotda har chaq maqtalamiz. Saxamniki tomoq etish mahoratim intayin yuqori. Qozon chaplimizmi? Maxsusan pichaning yerlik turpanniki. To'g'rimismi qozon chaplimiz ya? Qozon samsimi deb qo'yamiz. Chaplimiz deydi. Yerlik shuvda habbatmi deydi. Habbat desak bo'ldika. O'sha ko'natlarimizni chiroyli. To'g'ri, yerlik. Yerlik. Shu habbatlarni etishlarni o'rgangan bu qanday desa kichik vaqtimizda opamning xizmati pek aldirash. Men televiziya stansiyasi qo'rosida tug'ilib cho'ng'agan. Dadam televiziya stansiyasining peshqadam tarjimon, tahrir, muharrir bo'lib ishlagan. 10 yoshdan televiziya stansiyasining qo'rosiga intayin yaqin. Maktabdan qaytsamlam dadam yugurib kirib tushdi, bizga tomoq etib beradi. Undan keyin opam kechda ancha mush tayyorlik qiladi va yoki dadamning etib qo'ygan tomoqlarini yeydi. Undan keyin masalan polo, lag'man degandek tomoqlar olib qolsa, lag'manim dadam aytadi ekan, manta. Tuyib tomoq bilan polo olib qolsa opam aytadi. Bo'lmasa biz dadamnikini yeyman deb turib oladi. Nimishqa degan chaqda bizning oilamizda biz shunday bir muhabbatni his qilgan, oila mas'uliyati qandaqdir er kishi ayol kishi deb ayrilmaydi. Kimning vaqti yetsa, kimning zehni yor bersa, kimning sharoiti yor bersa, shu cho'qim qurbonlik berishga tegishli bo'lgan mas'uliyat bu haqiqiy bir oilaga bo'lgan mas'uliyatchanlik bo'ldi. Biz hech qachon opam tushdiga tomoq etib bermadi deb og'rinib boqmagan. Albatta dadamning tomoqlarini yeyishni bek yaxshi ko'radi. Dadamni bir haqiqatan Mirzogul sen tomoq atmading deb qapolmaydi. Lekin opam shanba kuni bo'lsin va yoki orom paytlarida bo'lsin, cho'qim bizga o'zi eng yaxshi etalaydigan, o'xshaydigan tomoqlarni etib beradi. Demak, shunday bir oila muhitida cho'ng bo'lganligim uchun balki menga nisbatan tomoq etish ayib ish bo'lmasligi mumkin. Buni askartishimning sabab balkim shu
bizning televiziya programmalarımızdan içinde Şinjan'daki Uygurca tamak etiş programlarında tuncu priyasat çok çıkan men buluşum mümkün. Sen şuna mı? Onun aldıda ya hazır izçilemde bizning hanım kız riyasetçilerimiz çıkıptı. İçildasının programısına ben çıkan vaktimde özüm bek oylaşkan. Qanda bula bizning ko'rmanlar vakillikka erlik bir xili o'rnida turib muomala qazan bir şey erkish o'tamdi deydi. Bu qandaqlar chiqsam deb lekin xalqaroning nurg'un donliq tamoq programmalarini ko'rsam asosiyatni erlarga. Onun üstüne bizdeki Meli Şinjan'ın danlıq aşxanalardaki tamakxanalardaki aşpazlarning hammasi er qo'yga ayol kishi kirmaydi. Shu to'g'ri. Shuning bilan men bu menimcha nomusqig'idek ish emas. Bu er kishi deganga 78 xiluna ozliq qilmaydi. Shuningga ben çıkay dedim. O programımız aynı vaxtda şundaq bir alqışlıq bolğan. Nəhayət köngüllik intayın hammasi içibli qoysa ücret kiskelməydigan köngüllik bir program bolğan. Muşu jarayonda lekin azılı bəzilərinin erlərim tamaq etemdi degan gaplarni anlamagan emas, anlagan. Amma men özümnin qimmat qarashim bilan, dunyo qarashim bilan estetik qarashim bilan shunday ayta olamanki, tamaq etish nuqul ayollarning da ish emas va yoki mashina haydash nuqul erlarning da ish emas. Biz qaysini qamlashtıra alsak, albatta axloq nuqtasidan olqitlik etmasa, shundaqmi fazilat nuqtasidan yoki xususiyat nuqtasidan erlarniki, ayollarniki fiziologik xususiyat nuqtasidan olqitlik etmasa, biz agarda bizning sharoitimiz yor bersa yoki qila olsak, buning hech qanday bir cheklanmaydigan bo'lmasligi kerak. Ama etib qolgan tamog'ning o'xshamaydigani yo'q. Yo'q, haqiqatan. Bu aslında o'xshaydi. Bunun üstüne videolardan bek ko'rdik. Kaç tamoq qapti. Ijatning yangi o'yini muboraklar. Maqollar chiqdimi? Men menga idora. Ma o'rnashtirgan yag'ini ma telefonni. Bek astoydiliq. Qizchalik bola sadroq qildi-chi. Tamoq borma degan uchun idoraga deb qo'ydim. Bo'ldi degan gap. Men ish qilmishda sodda emasman. Aka bu soddiliqingizga yana bir çatmadan keyifli. Bo'ldi. Men kayfiyatni yana bir ko'taraydi. Yana eson bo'lamdi. Bunda qilaylik. Bu akşamdanki başlanışı çatmaning ikkinchisini bizning yana shu Merdan do'stimga uzun bir 7,5 metrlik 8 metrlik bir sarjini bersam, buni 2,5 metr, 2,5 metr qilib bir ko'ylak shundaqmi? Ko'ngil berib tursiz, 100 berib tur. Odat 1,5 metrlik kesatdi bu. Shundaqmi? Ben kesib tutgan 1 metrdan ikki ko'krak birim tikib beribdi. Bir skmaliyan. Şunun bilan hamda bu ikkinchisida birinchi misrasi va ota-onaga bo'lgan seg'inish hamda hammamiz bu dunyodan ayrilg'uchilar shunlashqa yaxshi yashash va boshqalarga yaxshilik qilib yashash, xo'shallik bilan yashash bir chaqirilgan naqsha deb o'ylayman-ku. Bu naqshani barliq do'stlarimizga birlikda deya qilaylik. Sog'lik sog'lik. Rahmat. Anası ölmeyen kim var? Anası ölmeyen kim var? Ata-anadan ayrılıp musafir olmagan kim var? Musafir olmagan kim var? Ata-anadan ayrılıp musafir olmagan kim var? Musafir olmagan kim var? Gitarni Ababekri. Gitar ustası Ababekri çalan. Keremcan akor taşırmak. Gözünü kanat attı canıma ayvanın diyatayım. Yasını kanat attı canıma ayvanın diyatayım. Altta güldük alemde senin derdini tatayım. Altta güldük alemde senin derdini tatayım. Hasret çekti oy yarını sevindi hasret çekti
yarni sig'indim. Yarni sig'indim. Ey, Qaysi yarni? Kim yarni? Kichik turib yarni. Apamni seg'indim deb aytish kerak. Shundoq emas bu qara. Kayfiyat deganni tanishib qo'ydi. Yo'q yardan gapini qilib. Ucha baqshadi. To'xtat boshladi. Chiqilmay qoldi. O'zim qo'yib ol programmani. Necha bilan uchrashgan har bir dam men uchun ajoyib bir ozuq bo'ldi, ajoyib bir dars bo'ldi-da. Güzel bir yig'ilish bo'ldi. Güzel bir yig'ilish bo'ldi. Buning xizmat shunchalik oldiradi. Shunda bo'lsa-mu mana bugun qisqagina shu yarim soatdan ortiqroq damda hammamizga ko'rmanlarimizga Nijatning biz yana bir dunyosini tushungan bo'ldik. Bundaq bir ilqi echilib, bundaq bir rohat holatda tig'sammu programmadan qo'yishindami? Ha. Senin programlarının asası mesela çoğun sahnelerde hazır mesela Yipek Yol Sadası biz o programın sen devamlı kıyafetse bunun da hem de mahalletini uyagi çıkarılıp olmaydı. Çünkü her bir programın sahkamga ders söylesem olmaydı. Çünkü her bir programın ki mevkası okşamaydı. Her bir programın ki karakteri okşamaydı. Şunlaşka şu programı yarışa keyfiyat tutup durup şuna bir muamilde bulmasak hizmetke. Mesela İçilda sıxınımda bizden ait azade uçuk yoruk bir alet kazan beşideki şadıman keyfiyat ifade ediş gerek. Hem de istimal sağlamlık diyen programı riyasetçilik vaktlarımda bunu da biz istimalın sözlerimiz sağlamlık onu da belki icarap dursak mesela bazı vaktada rak giselleri doğrusu rak giseli salamet giselik ona değil bulmaydı. Onun da çokun tabi aldı koşumumuz azrak duruldu. Buna ait keskinlik bir ifade ediş gerek. Yani şundak programlarımız bana ait bir iğir bir sıklık lekin kötürengülik ifadelangan bu xuddi shu Xoşing o'xshash yani Yipek Yol Sadasi programı o'xshash yoki konsert kechilik tipidagi programlarda biz bir ko'rurmanlarning yoki bir xalqning obrazi bo'lib chiqamiz u yerda. Bu yerda bek sakrab ketsak bo'lmaydi, qopqimizni bek turib olsak so'g'chilik. Demak, har bir programmada shunga yarasha kayfiyatni kontrol qilish meni uchun qanchalik bu intayin muhim. Ba'zi vaqtida ichilib ketdik deb ustozlarga chaqchaq qildik deb hadimizdan ishib ketsak bo'lmaydi. Gap so'zning o'rni, vazni tetimliq bo'lish kerak. Jiq gap qilib atsak serik turib qo'yamiz. Oz gap qilib qo'ysak gap qilolmaydigan riyosatchiga bo'lib qolamiz. Shunlashqa amaliyot riyosatchilikda xuddi shu naqshchilar o'zining ovozini kontrol qilib etmasa, yaxshi naqshchi bo'lolmagan o'xshash. Riyosatchilik shu amaliyotda. Har bir narsani yig'ishni, qo'yib etishni bilish kerak. Maşını çok tutup koydun mu? Şu bilmeyli kaldınlar to'xtatganini. Bunda pasahatlik gaplar bo'lsa pasahatlik gaplarni aldık, naqsh aldık, chaqchaq qilishdik. So'g'at bagim bor sizlarga. Lekin bagimni olg'ib yo'q. Çok yaxshi emas olg'ib yo'q. Bu so'g'at bilan bu so'g'at deb ma'qul. Bu so'g'atlarni men o'yin o'ynash orqali bermoqchi. Bo'ldi. Bu o'yin qanday o'yin desanglar, men bir muncha qop tayyorladim-ku. Aslan. Men odamlar ko'zimning unda quyruqini qarab avarib deb bo'ladi deb o'yladim. Quruq kiydivermay debchi. Ma qopning ichida bir narsa bor. Kalavaga kelmagan narsalarni sep qo'ydim, oldim ko'zimga uchirgan narsalarni. Endi buni beshida issiqkam ko'rdi, ko'rib ichidagi narsani rost holati tasvirlab bersin bo'ldi. Yolg'on holati tasvirlab bersin bo'ldi. Siz rost tasvirildimi, yolg'on tasvirildimi topsiz. Qaysilarning topgan soni jiq bo'lsa, şu mukafat şu ustozimga ketdi. Oy, oldu. Hamsa hazır oldu işimiz kendi. Sürüşüş. Kompüterde yazgan. Buna hamsa men ishtirkinasini beshida saqam bir o'zingiz ko'ring, ekran ko'rsating, Nijatkom ko'rsatmagan, nimaligini na qismingiz bo'ldi. İşte nimbalik kalınız kelgen boğayım diye bilmedim hem de. Men kep oldu. Nijat. Rast olsun buldu cuma. Rast deseniz buldu, yalan deseniz buldu. Mening ko'z o'ngimda qisib yuradi. Voy. Qotishib turdi. O'qidi o'qizadi. So'g'at mang beramsa. Qara odatda meniki gap so'zlarim noyat samimiy rostchil aytildi qo'y shundami? Mening har qanday gapimga sen ishinsa shundaq qo'y. Bugun men seni aldayman qara. Qanday desangda. Buning ichida qara. Taq ig'irliqqa qirg'a vaqtida shunda bir narsa borki, bu narsa qara. Mening bo'yimning egizligini o'zing bilsa qara.
mening bo'yimning egiziga kelgan vaqtida qara meni basketbol cho'lponi qilib olmiz degan vaqtida men unmagan. Bekçüklep Bu poetiş emasmi aka? Mana ichidikini sifatlab ber menga. Sizga sifatlab bering. Shu vaqtda shu mening bo'yimning egizi basketbolga yetish uchun bir o'lchinatdi-ku. Santimetr bor ichida. Ha, davatim men hozir tasvirlaganimni senga to'g'ri tasvirlab beryapman. Qanday bilding buni sen? Men ashna his qildim cho'qim santimetr. Bu egizniki degandan bu santimetr bilan munosabatlik. Ha, munosabatlik, lekin men seni oldigan bo'lsam-chu, masala. Santimetr. Yo'q, lekin men sizni men hargiz oldimaydi deb o'ylayman. Sen xalq shunday yaxshi ko'radigan bir sifatli riyosatchi turib, musha shu ekranda boshqalarni aldash orqali o'zing inovatni ta'sir etkazishdan qo'rqmamsan, cho'qim qo'rqsa. Bichar Sahka. İçideki endi To'g'rimi, xatomi? siz İçideki nima deyapsiz? Men metrmikin degandim. Santimetr debdi, to'g'ri tepib olibdi. Mana. Ha, shu men İçideki narsani siz choshqonka deysangizmi bo'ldi. yo'q, men santimetrga to'g'ri gap, rost gap. Yomon ekanman lekin to'g'ri Nijatkamga bir nomor. Nijatkamga bir nomor. lekin sen hayotingda meni aldab kelgan, uni ufqman. Sen bugun baribir to'g'ri gapmaysan qara. Men bilaman uni. Shunday men buni Nijatka, meni ekranga bir ko'z titib. Men boshqalar ekranga ko'rsat ayna. Ekran ayna. Ha. Bu narsadan masalan videodim. E'lon yoki sütünüz. Ya alamiz. Onda da prosen parizat çıkmaz ama parizat çıksa mavcu alır. Fırsat tipi. Videoniki eng yangi bozorga solingan bir yurishlik mahsulotlari bor. O'zining mahsuloting keldigina mi? O'zining emas parizatning. Men qarlash qismi faqat. Shuning yangi turi shu xil rangda chiqqan. Undan keyin hamda bizning Ko'qon. Yaxshi, o'zi nimaligini deb berdi, rasmiy yog'amni siz topsiz. Ya'ni, chunki siz faraz qilmaysiz, degani rasmiy yog'amni. Ishchillik narsani tasvirlab berdi, rasmiy yog'amni. Ras. Alimizda ishchillik narsani hamda ko'rsatamiz. Ekrana bir ko'rsatdi. Men deyman bu aldamchi bu. Hayotida meni aldab kelgan bu. Mendek unda samimiy Nijatkam odat 100 qishiltidan narsa mana. Chidiyam. Mava hamda 2 nomer katta Sahka. Siz nima degan sodda? Men soddalik nomim bilan hozircha oldinib kelyapman. Bo'pti. Yana bir fursat beradi ya. Qarab tur, qanday aldashdinkini men bir oltimniki desam. Ha? 5-6 narsani beriktirib qilib qo'ygan narsalarmi bormi? lekin yurish narsalarmi bu? Yurishga emas, bir narsa. Bu shu yaqinda qurilgan Şinjan Bektor so'z chekish shirkatiniki yangidan bozorga solgan mahsulot. E'lon qo'yish bo'lib ketdi-da, ko'rmanlar. Yaqin. Mumkin emas. Yo'q, men da'vatim mahsulotlar bozorga chiqmasa. Bo'ldi, amal yo'q. Yog'an deb bo'ldi. Tugmasa do'stlar baga qilmay turadi. Şinjan Bektor so'z chekish shirkati yangidan bozorga solgan degan ekan bu. Bozorga solgan shu mahsulotga o'xshab qoladigan, lekin u mahsulot emas qatdi. Buni biz o'xshatib yasayil desakmi, buning texnikamiz faqat yetmagan. Bu odatda shu may silib turibchu, ayni vaqtlarda shu telefonlarga mundaqilq to'liqlaydigan bir narsamiz botdi. Shuning o'xshab ketadigan bir narsa. Uni odatda hamda o ilqi aqliy iqtidorlik bir narsa deganan qara. Men rostga qilman bo'lsam, aqliy iqtidorlik bir narsa. Masalan, hozir telefonlarimiz hozir biz qo'limiz bilan boshqaradigan bo'lib ketdik. Kompyuterlarni boshqarmoqchi bo'lsak, kompyuterni boshqaradigan bir narsamiz bor. Ismini deyapsiz, andiki rasmiy yog'an deyapsiz. Kompyuterni boshqaradigan bir narsa yo'q, bunda mangdigan bir narsa bor. Rastavotni mouse va ketchida. Shu bu. Sahkabek bichorga siz bo'lsiz. Sahkamga bir tashlab beryapmizda, men azoblangan, ma'yuslangan, hayot umid uzilgan zot. Vallahi bariya paxsa bo'lib kelsa. Hammani topdi. Lekin bak osonda tugdimi? Yana istifada qildi. Yaxshisi botiliki 3-0 bo'lib, uni o'ynashdan ahli qolmadi. Sinab boqayli. Men unchalik do'tamasdim. Yana bir bo'pti. Bo'pti. Bir zo'rroq vallah. Shuningda hamda Nijatniki haqiqiy nimasini his qila olaman. Oyat ekranga men ko'rsatgach turayapman. Bu menimcha o'g'anchada topmoq bir qadar oson. U bir soz. Uyg'ur o'yinchilik muqomining ichida nihoyatda muhim o'rinni egallaydigan bir soz. Undan keyin doim chalg'ular qatorida doim sahnalarda ko'p ishlatiladi. To'g'ri. Nima narsaligini dimidim. Nima narsaligini dimidim. Da aniqlik. Uning shakli yumaloq bir dop. Dop ayıplarni yop. O yana lekin yumaloq narsa dop patmaydi qara. Dopdan 5-6 Xato.
nima qilib qo'ygan bo'lishi mumkin-da Ya, endi. sen mi ötüp kettin ayakta? Sen de ötüp kettin ama ayakta? Qo'shniligimiz jo'q. Dap dedi ya. Bizning dap odatda mau Tarlıq çalğılardan biz Rovap. Oy, boy, ravab deyapti bizning ustoz. Bo'pti. Bir numar qo'yadi Benim bolsa. Buni saqam köge o'xshaydi chiqadi. Qat'iy ko'rsatmadim. Men ko'rgan bolsam men David etdim, men meni qara. Mayaqda meni qanchalik samimiy, qanchalik rostchiligimni yana bir qatim Quchoqlash kerak-da. Qat'iy ko'mdim, hech nimdan xabarsiz. Rahmatjon aka. Lekin aka bek yaxshi ekansiz siz. Bek sog'dan. Beshida ham sog'atni olay. Ma'qul. Sog'at bizningki Zartdan sap alqat qiyami nijatkamga. Rahmat. Afsus endi. Ben beğensem bu. Davlatlik birinchi darajali kompozitor, ataqlıq naqshchi Oblat Oblikim apandim obraz vakili bo'lgan Zartan sap alqat qiyami, sap alqat qiyami Şinjan Mashrab Xalqaro sodichaklik shirkati tomonidan bozorga silindi. Ishilmoqchi tavsiya qilamiz. Ha, amsa ishkanlarimiz sog'atni Nima nima Sinan qizilga. Am qalisha bo'lsa ko'raman. Bu ikki narsani ham alqat qiyam bilan bo'lsin chartal bo'lsin. Zartan bo'lsin chartal alqat qiyamini ikkisini tang iste'mol qilganda intayin yaxshi unumga ega qilib bo'ldi. Masalan, Nijatgandek pokiz shu jo'shqin turadigan gap, sho'x turadigan gap, kayfiyat yaxshi turadigan gap. Men egilashdan oldin naqsh qo'ya. Naqsh qo'y. Bo'ldi Kayfiyat qapolma. Program. Bu qatimliq programmada quchoqlashqa bet xo'shlasak bo'ldi endi programda. Ashta qilamiz. Kayfiyatim asti kilaman. Keldi. bir ham tovoq uyinga borma, yo'qlab. Hozir amsi Nijatga ko'tarib borma. Bo'ladi amsi. Rahmat aka. Bosh bo'ldim.